yozib berdi videoda. Boshini videoga olib tashlayman boshqatdan. Demak, alfa plus beta, alfa plus x 90 gradus bo'lishi kerak. X topsak 90 minus alfa bo'ladi. Mana burchagimiz 90 minus alfa ekan. Endi hozir mana bu yoqda bitta ifoda bor edi mana. Bu ikkala burchak teng deb qaranglar. Yoki bo'lmasam hozir buni ham keltirib chiqarib beraman. Birato'la mana tushuntirib ketay to'xtanglar. Hozir bu yoqda cho'zilib ketdi. Mana shu xostani o'tilmaganligi uchun hozir bu yoqda cho'zilib ketib tushuntirishim. Qaranglar. Mana burchaklar bilmaymiz. Ikkita to'g'risi ketibdi. Bitta mana shu burchagi bor. Xo'p, qaranglar, mana bu burchagimiz 180 gradus bo'lishi kerak. 180 gradus bo'lishi kerak. Mana burchamiz bittalar ham tursin. Pastdagi burchaklarni bilmaymiz. Bu bilan bu burchaklar bilmaymiz. Topamiz bularni. Mana bu burchak 180 gradus bo'lishi kerak. Ya'ni ikkalasi yig'indisi 180 bo'lishi kerak. A plus B teng 180. Endi qaranglar. Mana burchak ham 180 gradus bo'lishi kerak. Mana burchakni mana x deb olsam, bittaga x ni qo'shsam 180 gradus bo'lishi kerak. Mana bitta joyga qaranglar. Endi hozir tepadan pastini ayirib yuborsak yoki mana ikkalasi ham 180 gradusga teng, demak ikkalasini tenglashtiraman. A plus B teng B plus x. Bela qisqarib ketdi. Bundan A ni x ga teng kelib chiqadi. Demak, mana burchagimiz ham A ekan mana. Shu xosda, ya'ni hozir tushuntirib beraman. Bular qo'shni burchaklar, vertikal burchaklar, shular bo'yicha aytib beraman. Xo'p, endi xuddi shunday pastdagi burchagini ham mana buni y desak, A ga y ni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. To'y burchagi u. Mana bu yerda ham, mana bu ham 180 gradus, ikkalasini tenglashtiraman. Demak, A plus y teng A plus B. A la qisqarib ketdi. Bundan B ni y ga teng kelib chiqadi. Ya'ni mana burchagimiz ham B ekan. Xo'p, ana endi qaranglar. Vertikal burchaklar degan ta'rif bor, endi bu yoqda yo'q ekan, lekin aytib beraman. Vertikal burchaklar, hozir mana bu yerda vertikal burchaklar qaysi? Endi mana hozir nomni almashtirib chiqsam, mana buni C, buni D burchak deb chiqsam, A bilan C vertikal burchaklar bo'ladi. O'chiraman endi. Ta'rif bu vertikal burchaklar. A bilan C yoki B bilan D ham vertikal burchaklar bo'ladi. Ya'ni qarang, e'tibor qilinglar. Ikkita to'g'ri chiziq. Bu burchak qarshisidagi burchak. Mana burchakning qarshisidagi burchak uning vertikal burchagi bo'ladi. Ya'ni hozir men burchaklarni boshqa nomlarni olib chiqdim. Ya'ni buni C dedim, buni D dedim. B bilan mana qarshisidagi burchak D. B bilan D vertikal burchak. A bilan C ham vertikal burchak va vertikal burchaklar teng bo'ladi. Ya'ni B D ga teng, A C ga teng bo'ladi. Hozir endi shu ta'rif bo'yicha ishlataman pastda. Shuni o'tilmaganligi uchun pastda hozir cho'zilib ketdi gapiradigan gaplarim. Qayta-qayta isbotlab berib ketdim. Xo'p, qaranglar. Mana davom qoldiraman. Mana bu burchak bilan mana burchak teng. Mana birinchi xossaga ko'ra. Demak, mana burchagimiz ham y bo'ladi. Mana burchagimiz shunda 180 gradus, ya'ni yo'q burchak ekanligi uchun bu 180 gradus bo'lishi kerak. Ya'ni x ga y ni qo'shganimiz 180 gradus bo'lishi kerak. Mana maslahatim, bu narsalarga qarab vaqtlaringizni sarflamanglar. Mana bu to'rttasiga qarab uncha vaqtlaringizni sarflab o'tirmanglar. Yodlash kerak ekan, yo'q yodlash kerak emas. Yodlash kerak bo'ladiganlar eng asosiysi mana bular. Ular o'zi chizma bilan kelib chiqadi. Hozir bu yoqda misollarni ko'rsatib beraman. Bu yoqda ham yodlanishi kerak. Xo'p, bular yodlab chiqish kerak rostdan. Bular ta'rif, menimcha qiyin narsa emas. Xo'p, endi bunisi burchak bisektirsasi, ya'ni burchak bisektirsasi degani burchakni teng ikkiga bo'lib chiqadigan nur. Mana burchak, buni orasidan bitta nur chiqdi. Agarda mana shu burchak, mana bu nur, mana bu nur burchakni teng ikkiga bo'lsa, bu bisektirsa deyiladi. Hozir endi bu yerda OB ni bisektirsa degani uchun mana bu ikkita burchaklarimiz, ya'ni x bilan y burchaklar teng bo'ladi. Shu narsani yozib qo'ygan. Hali qiyin narsaga kelmadik. Endi uchburchak turlariga o'tsak, xo'p, uchburchak
Mikrofonni o'chirib qo'ying, ovozingiz boshqalarga eshitiladi. Ayniqsa videoni o'chiringlar. Videoda ko'rinib turasizlar polni. Gapirmoqchi vaqtlaringiz mikrofon yoqinglar. Kimda savol bo'lsa, bemalol yoqib so'ranglar. Hozir men guruh bitta ochib olay Telegramdan. Hop, uchburchak deb o'zi nimaga aytiladi? Uchta to'g'ri chiziqdan iborat yopiq siniq chiziq desa ham bo'ladi. Ya'ni uchta to'g'ri chiziq, mana AB to'g'ri chiziq, AC to'g'ri chiziq va BC to'g'ri chiziq. Uchta to'g'ri chiziqdan iborat yopiq dedim. Yopiq bo'lishi hech qayerda ochiq bo'lmasligi kerak. Yopiq siniq chiziq. Yoki buni boshqacha ta'riflari ham bor uchburchakni. Menimcha 3-4 xil ta'rifi bor. Men bitta ta'rifini aytdim. Hop, endi mana shu uchburchakning turlari bor. Burchak bo'yicha turlari bor yoki tomonlar bo'yicha ham turlari bor. Endi bular baribir bir xil desa ham bo'ladi. Hop, agar uchburchak teng yonli deyilsa, teng yonli, mana yon taraflar, ya'ni mana ikkala tomonlari teng bo'ladi. Hop, ikkala yon tomonlari teng bo'lsa, buni o'sha mana pastdagi burchaklar ham teng bo'ladi. Ya'ni uchburchakning pastda mana chizmada qarab to'xtagan bo'lsak, shuni pastdagi tomoni, mana hozir BC tomoni asos deb aytiladi. Pastdagi tomonni ko'pincha asos deb aytiladi. Lekin xohlasak uchburchakni bunaqasiga bursak, ya'ni mana bu shaklda burib qo'ysak ham bo'ladi-ku, farqi yo'q. B bu yoqqa keldi, A bu yoqqa keldi, bu yoqqa C keladi. Bu holatda A asos bo'ladi, farqi yo'q. Ishqilib bizga qarab turgan holatda pastdagi tomonni asos deb aytamiz. Ya'ni hozir bu yoqda geometriya, hozir bu turk kitobda nazariy sifatdan yozilgan masalalar yo'q. U yoqda stereometriyasi bor. O'shaning uchun hozir bu yerda o'zbeklar kitobdan ham ishlab ko'rsatdim. O'sha paytda gaplarga tushunmanglar deb aytib ketdim. Mana bu asos shunaqa gaplarni. Xo'p. Agar uchburchak teng yonli bo'lsa, mana shu uchburchak teng yonli bo'lsa, asosga yopishgan burchaklari teng bo'ladi. Shu narsa. Xo'p, teng tomonli uchburchak, ya'ni uchala tomoni ham teng bo'lgan uchburchakning barcha burchaklari ham teng bo'ladi. Ya'ni hozir barcha burchaklari alfa bo'lsa, alfa, alfa, alfa. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'ladi dedim. Hop, nimaga 180 gradus bo'lishini hozir keyingi mana bu mavzuni tushuntirib berganda isbotlab beraman. Xo'p, qaranglar. Uchta burchaklari ham teng, ya'ni teng tomonli deyilgan, ya'ni uchta tomoni ham teng bo'lsa, uchta burchaklari ham teng bo'ladi. Xo'p, uchta burchaklari teng bo'lsa, ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, uchalasini qo'shib chiqsak, 3 alfa 180 gradus bo'lishi. Demak, alfani topsak 60 gradusdan ekan. Ya'ni mana burchaklari 60 gradusdan bo'ladi agar uch burchak teng tomonli bo'lsa. Xo'p, turli tomonli bo'lsa, demak turli tomon degandan keyin barcha tomonlari har xil bo'lishi kerak. Mana shu narsani yozgan, mana tomonlari x, y, z tomonlarini yozgan. Mana shular har xil degan yozmagan. Teng emas belgisini qo'ygan. Tenglik belgisini ustiga chizib qo'ygan. Bu teng emas degan shuni yozib qo'ygan. Endi turli tomonli bo'lgandan keyin burchaklari ham turli xil bo'ladi, shu narsa. Xo'p, ana endi boshlaymiz. Qaranglar. Hozir bu yoqda kitobda bor edi. Buni ham isboti yo'q. Mana bu hozir bu burchakka tengligini isboti yo'q. Shunday deb olingan bu. Ya'ni bunaqa narsalar kam, ko'p emas, shunday deb olingan. Endi darrov aytganga o'xshab nuqtani ta'rifi yo'q deganimdek, shunga o'xshash. Mana bu burchak bilan bu burchak tengligi olingan. Ya'ni ikkita to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Ikkita parallel to'g'ri chiziq, ya'ni ikkita parallel to'g'ri chiziq o'tkazilgan va ularni bitta to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'ladigan mana bu burchak bilan mana bu burchaklar teng bo'ladi. Buni isboti yo'q. Shunday deb olingan. Buni ko'z bilan yoki bu hayotda bunday isboti bilan olingan, shunday deb buni isbotlanmagan. Hop, ana endi bunisiga qaranglar, lekin boshqa isbotlar bo'ladi. Hozir bu yoqdagi ta'rifni isbotlab bo'ladi. Mana buni davom qoldiraman. Bu yerda hozir bu ikkala to'g'ri chiziqlar parallel. Mana buni davom qoldiraman.
Buni ham davom qoldiray. Buni ham davom qoldiraman. Endi hozir mana bu shakl bilan bu shakl bir-biriga o'xshaydi. Endi hozir mana bitta burchak tengligini ishlatamiz hozir. Ya'ni mana burchak betda bo'lsa, mana bu tarifga ko'ra mana burchak ham betda bo'lishi kerak. Keyin mana burchagimiz yoyiq burchak bo'lishi kerak. Ya'ni yoyiq burchak degani 180 gradus degani. Demak, alfaga betani qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Mana shu narsa yozilgan. Mana buni isbotlab berdim. Xo'p, iloji boricha bundan buyog'iga hamma formula isbotlab beriladi. Mana bunaqa isboti yo'qlardan tashqari. Xo'p, ana endi misollarni ishlab ko'rsataman. Hozir keyin bu yoqda o'zbeklar kitobidan ham, ya'ni qaysidir farqi yo'q, biron bir kitobdanmi? Hozir bu yoqda masalan sharti yozilmagan, ya'ni faqat chizmani o'zida ketadi bu kitobdan. O'shaning uchun o'zbeklar kitobidan ham masalan sharti bilan yozgan masalalardan ishlab ko'rsataman. Hammasidan ishlab ko'rsataman. Nasib bo'lsa, geometriyani Xudo xohlasa oxirida savollaringiz qolmaydi. Birinchi sertifikat darajasida tushadimi savol, boshqa darajada tushadimi? Hammasini yechadigan bo'lasizlar nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Xo'p, boshladik. Demak, mana bu tarifga ko'ra, hop endi hozir bu yoqda birato'la hamma burchakni yozib chiqay shu uchun. Hozir bu yerda to'liq yozilmagan. Bu yoqda aytib o'tdim. Vertikal burchaklar teng deb, ya'ni mana burchak bilan bu burchak teng bo'ladi deb bu yoqda aytdim. Bu yoqdagi nazariya. Mana bu yerda aytdim. Demak, mana burchak alfa bo'lsa, bu burchak ham alfa bo'ladi. Bu burchak ham alfa bo'ladi. Mana burchakni men o'zimdan qo'shdim, beta deb yozaman. Bu beta bo'lsa, bu burchak ham beta bo'ladi. Endi hozir mana bu burchak bilan bu burchak ham teng. Bu hozir shu mana shu yerda to'xtagan chizmani o'zidan kelib chiqadi. Pastdagi orqasidagi qora chizmani o'zida bor edi. Bu burchak ham beta bo'ladi. Bu burchak alfa. Xo'p, ana endi bu yoqda bitta nazariya bor. Mana bu burchak bilan mana bu burchaklar to'qqiz degan javob faqatgina bizada S'da bor hamda D'da bor. Bular o'sha chiqib ketdi. mikrofonni o'chirib qo'yinglar. Buni keyin alohida kanalga bir yozishim kerak, mikrofonni o'chirib qo'yinglar deb. O'zi lekin videoda aytgandim, mikrofonni и kamerani o'chirib qo'yinglar deb. Xo'p, men tushunmay turganlar balkim yoqib qo'ygandir. Boshladim. Qaranglar, keyin mana bu burchak bilan, ya'ni mana bu nom qo'ysam, bu 1, mana burchak 2 desam, 1 bilan 2 ichki almashinuvchi burchaklar deyiladi. Yoki 1 bilan 2, mana buni 3, buni 4 deb nom qo'ysam, 1 bilan 2 yoki 3 bilan 4 burchaklar ichki almashinuvchi burchaklar deb ular teng bo'ladi. Burchaklar. Bular teng, ya'ni 1 burchak 2 ga teng, 3 burchak 4 ga teng. Mana bu burchagimiz ham alfa, 2 burchagimiz ham alfa, demak ikkalasi tengmi? Xo'p, keyin ichki bir tomonlama burchaklar bilan ichki bir tomonlama qaranglar, gapi bilan qaranglar. Mana burchak va mana burchaklar ichki bir tomonlama burchak bo'ladi. Buni ham nazariya sifatida yozib qo'yinglar. 1 bilan 4 va bu tarafdan qarasak, bu bilan bu burchak ham ichki bir tomonlama burchak. Ya'ni 3 bilan 2 ichki bir tomonlama burchak. Va bular yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Ya'ni bir burchakka 4 ni qo'shsak 180 gradus yoki 3 burchakka 2 ni qo'shsak ham 180 gradus bo'ladi. Yana endi hozir mana bu ikkalasi ham ichki bir tomonlama burchak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi ichki bir tomonlama burchak bo'ladi. Yig'indisi 180 gradus. Yana bu isbotlanib qo'yilgan bu yerda. Isbotlab qo'yilgan. Xo'p. Ana endi misollardan ketamiz. Qarang. Bu ikkalasi parallel ekan. Parallel bo'lsa, bu burchak bilan bu burchak teng bo'ladi. Tepadagi tarif. Endi shuni eslab qolinglar. Bu burchak bilan bu burchak teng va mana bu burchak bilan mana burchak teng bo'ladi. Bu narsani sal mashq qilsada eslab qolish manimcha kelib chiqadi. Demak, alfa teng 40 gradus. Xo'p, keyingi misolga qarang. Demak, ikkalasi parallel bo'lsa, mana bu burchak bilan
bu burchak teng bo'lishi kerak. Demak, x plus 40 bilan mana bu 2x plus 10 teng bo'lishi kerak. 10 ni bu tarafga olib o'tsam 30 bo'ladi. X ni bu tarafga olib o'tsam x bo'ladi. Demak, x teng 30 ekan. Hop, tepadagi tarifga ko'ra bu burchakka bu burchakni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Alfaga 70 ni qo'shsak 180 gradus. Demak, alfa teng 110 gradus. Hop, pastdagi sal qiyinroq. Demak, mana bu yerdagi, hop qaranglar, burchak mana bu. Burchakni belgilanishi mana bu. Mana bu va bular orasidagi burchak mana bunaqa belgilangan. Ya'ni mana shunaqa holatda mana qizil rangga qarang, shunaqa belgilangan. Hop, bu tarafda ham xuddi shunaqa burchak bor ekan, chunki ikkalasi bir xil qo'yildi. Ya'ni mana burchak orasidan bitta kesma o'tkazildi. Bu burchakka mana belgi qo'yildi. Agar ikkinchisiga ham xuddi shunaqa belgi qo'yilsa, ya'ni bir xil belgi qo'yilsa, bu ikkala burchak tengligini bildiradi. Agar ikkinchisiga boshqacha shakl qo'ysa, ya'ni mana bunaqa shakl qo'ydim masalan, yuqorida ikkalasi teng emas, ya'ni ikkala belgi bir xil bo'lsa teng, bir xil bo'lmasa teng emas. Oramizda boshlang'ich sinf o'qituvchilari bor, o'shaning uchun ko'p maydalab gapiraman. Demak, hozir mana burchagimizni men o'zimdan qo'shaman. X desam, bu burchak bilan mana burchak teng ekan, chunki ikkalasini belgilanishi ham bir xil bo'ldi. Pastdagi burchak ham x bo'ladi. Ya'ni ikkalasi teng ekan, o'shaning uchun. Xo'p, ana endi qaranglar. Bizlar nimani topishimiz kerak? Alfani topishimiz kerak. Bu yoqda aytib o'tilgan nazariyaga ko'ra mana burchak bilan mana burchak teng bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqadi x 40 gradus ekan. Bu 40 bo'lsa, pastdagi ham x edi, ya'ni bu ham 40 gradus. Ana endi mana burchak necha gradus bo'ldi? 40 umumiy hisobda 80 gradus bo'ldi. Mana bu burchak bilan pastdagi burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak edi. Mana bu nazariyaga ko'ra. Demak, qo'shamiz. Bu burchak 80 gradus. Mana burchak. Bu burchagimiz alfa. Qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Alfani topsak 100 gradus bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu yerda uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus ekanligini qo'llasak ham kelib chiqadi. Alfani 100 ekanligi. Xo'p, darrov aytgandim, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi nima uchun 180 gradusga teng, shuni isbotlab beraman deb. Xo'p, mana shu yer pastiga yozaman, shu yer o'zi yetadi ham. Mana uchburchak. Xo'p, hozir. Assalomu alaykum. Mana uchburchak. Bugun test bo'ladimi yo'qmi? Test kecha tashlandiki, bilmadim. Jamshid rejasini tashlaydi. Ya'ni hozir dars yakshanba kunimida, oldin geometriya. Dushanba kuni ham algebradan 30 ta, geometriyadan ham 30 ta berilishi kerak edi. Test tayyor bor, tashlash problem emas. Test yozib qo'ygandik nimasini. Hozir buni Jamshid aytaman, keyin Jamshid gaplashib tashlaydi nimasini. Nima bo'ladi? Hozir Jamshid kirsinlar, mana bu kun o'zgarib ketdimi deyman, ana shu. Lekin o'sha testda tashlanishi aniq. Testda yozib qo'yilgan edi. Unisidan xavotir olib o'tirmanglar. Xo'p, rahmat. Bu yeri gamma. Mana uchburchak, ichki burchaklari alfa, beta, gamma deb belgilab chiqdim. Qaranglar, mana bu tepadagi chiziq bu asosiga parallel. Parallel bo'lsa, mana burchak bilan bu burchak teng bo'lishi kerak. O'shaning uchun mana burchagimiz beta bo'ladi. Demak, bu yog'ida ham mana bu ikkalasi parallel ekanligi uchun bu burchak nima bo'lsa, bu burchak ham teng bo'lishi kerak. Tepada aytib o'tilgan tariflardan bor bu narsa aytildi. Demak, mana burchak alfa bo'lishi kerak. Keyin mana burchagimiz yoyiq burchak. Ya'ni yoyiq burchak 180 gradus bo'lishi kerak. O'shaning uchun qo'shib chiqsak, alfa, gamma, betani qo'shib chiqsak 180 gradus bo'lishi kerak. Alfa, beta plus gamma 180 gradus. Demak, bu uchburchakning ichki burchaklari edi. Demak, shundan kelib chiqadi, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus ekan. Hali bu keyingi mavzuda o'tiladi ham o'zi bu narsa. Xo'p, keyingi misol. Mana bu ikkala burchak teng ekan. Mana belgisiga qaranglar. Men bu burchakni x desam, bunisi ham x bo'ladi. Yoki buni x deb o'tirmaymiz, shart emas ekan hozircha. Mana ikkita parallel to'g'ri chiziq. Ikkita burchak, ya'ni mana burchak bilan bu burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak edi. Mana bu tarifga ko'ra.
Demak, ikkalasi yig'indisi 180 gradus bo'lishi uchun bu burchak nima bo'lishi kerak? 120. 180 dan 120 ni ayirsak 60 bo'ladi. Demak, mana burchagimiz 60 gradus ekan. Xo'p, chizmada berilishiga ko'ra mana burchak bilan bu burchak teng. Demak, pastdagi burchak ham 60 gradus. Ana endi mana burchagimiz umumiy hisobda 120 gradus bo'ldi. Mana burchak bilan bu burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak edi. Demak, mana burchakni mana 120 gradus dedim. Bu burchak alfa turibdi. 120 plus alfa teng 180 gradus. Alfani topsak 60 gradus bo'ladi. Hozir misollarni ishlab berdim, lekin o'zlaringiz ham qayta ishlab qo'yasizlar. Hali bu yoqda test bor. Testda bunaqa misollar ko'p ishlanadi. Hammasini ishlab berdingizku deb nima deydi? O'ylab o'tirmayapman. Hali bu yoqda test bor. Testda ko'p misol bor. Hali zerikasizlar ham to'g'risi. Xo'p. Keyin uchinchi qoida. Hamma testlarni o'zi ishlaysizmi, A, ustoz? betalar nima? Hamma testlarni o'zi ishlaysizmi kitobdagi? Yo'q, ishlab ko'rsataman, sizlarga vazifa beraman. Bu yoqda test ko'p dedim. Testdagi vazifa sifatida beraman. Hozir bu yoqda pastdagi hammasini ishlab berganimni qaramanglar dedim. Bu yoqda testda bor bunaqa misollar. U yoqdan ishlab ketaverasizlar dedim. Hozir bu yoqda qoidalar tugaydi, keyin bu yoqda test boshlanadi. Mana test boshlandi. Rahmat, tushundim. Assalomu alaykum. Mana Manda bunda savol bor. Assalomu alaykum. D bir bilan D2 orasidagi chiziqlar nimani bildiradi? Ikkita chiziq. Hozir boshida kelmagan bo'lsangiz aytaman. Bu parallel degan, ya'ni ikkita kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar parallel deyiladi. Kesishmaydi, ya'ni buni to'g'risida davom qildirsa ham hech qachon kesishmaydi. Bor chekisga qarab davom qildirib borsa ham kesishmaydi. Ya'ni ikkita kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar parallel deyiladi. Shu parallellikni bildirish uchun mana shu belgi qo'yiladi. Ya'ni hozir D1 to'g'ri chiziq bilan D2 to'g'ri chiziq parallel degani. Hozir bu Ha, tushunarli. bu Rahmat. yoqda endi qaranglar. ABSlar yig'indisi 360 gradus ekanligini isbotlab beraman. Mana B nuqtadan bitta pastdagi, tepadagi to'g'ri chiziqlarga bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazaman. Ya'ni mana bu to'g'ri chiziq pastdagi bu va mana bularga parallel. Xo'p, ana endi qaranglar. Bu burchak B ekan. Agarda men mana burchagini x desam, bu burchak nima bo'ladi? Pastda men y deb olaveraman, farqi yo'q. Mana tepasini x deb oldim, pastini y deb oldim. Bu yerda x plus y nima? Ya'ni mana burchagimiz umumiy hisobda B edi-ku. Ya'ni x plus y imiz B ga teng. Xo'p, ana endi qaranglar. Bu yoqdagi ikkinchi qoidaga ko'ra, mana burchakka bu burchakni qo'shsak, 180 gradus bo'lishi kerak edi. Qo'shib yozamiz, demak y plus c 180 gradus. Xo'p, mana burchakka ham bu burchakni qo'shsak ham 180 gradus bo'lishi kerak edi. Demak, x plus a ham 180 gradus. Endi ikkalasini qo'shib yuborsak, a plus c plus x plus y teng 360 gradus bo'ladi. Mana x plus y nimaga teng edi? B ga teng edi. O'rniga b qo'ysak, a plus c plus b 360 gradus bo'ladi. Endi mana bu yerdagi formulasini isbotlab berdim. Xo'p, bu yoqdagisini ham xuddi shunday isbotlaymiz. Mana shu nuqtadan bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Bu yoqdan ham o'tkazamiz. Parallel bo'lmay qoldi. Mana burchagini x, bu burchagini y deyman. Bu burchagini z, burchagini bunday qilay, alfa, beta deyman bunisini. Xo'p, demak mana bu x plus y b ga teng. Chunki bu burchak b edi. X plus y b ga teng. Mana bu yerda alfa plus beta c ga teng. Ana endi mana bu ikkala burchak yig'indisi, ya'ni bu burchak bilan bu burchak yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak edi. X plus a 180 gradus. Pastda ham y ga alfani qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Bunda ham betaga d ni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak.
Endi mana bu uchalasini qo'shib yuborsak nima bo'ladi? A plus D plus X plus Y plus alfa plus beta teng bo'ladi 3/180. Ya'ni 540 gradus. Mana bu yerda X plus Y B ga teng edi. O'rniga B qo'yamiz. A plus D plus B alfa plus beta C ga teng edi. O'rniga C qo'yamiz. Teng 540. Demak, mana bu 4 ta burchak yig'indisi 540 gradus ekan. Buni ham isbotlab berdim. Hop, endi pastdagi misollar shunga oid. Demak, bu 3 talik ichidagi burchaklar yig'indisi 360 gradus bo'lishi kerak. 140 100 plus alfa 360 gradus bo'lishi kerak. Alfani topamiz. 240 120 gradus bo'ladi. Hop, keyingisi endi hozir bu yoqda tepadagi mana bu nazariyaga tushirish uchun bu yoqni o'chirib turay endi bo'ldi isbotlab berdim. Mana bu nazariyaga tushirish uchun bizga qanaqa burchaklar kerak? Mana bu shakl o'ziga qaranglar. Aynan mana shu shakl kerak. Lekin mana bu ikkinchi misolda shakl unaqa emas. O'shanday shakl qilib olish uchun mana buni davom qildiraman. Mana burchak necha gradus bo'ladi? Mana burchak yoyiq burchak 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, bu burchak 20 bo'lsa, 180 bo'lishi uchun mana burchagimiz 160 gradus bo'lishi kerak. Keyin mana 20 ga 160 ni qo'shsak, 180 gradus. Ana endi mana bu va bu burchaklar yig'indisi 360 gradus bo'lishi kerak. Mana bu nazariyaga endi tushadi. Demak, qo'shib chiqamiz. Alfa 70 160 160 gradus. Alfani topsak 130 gradus chiqadi. Hop, pastdagisini hop buni ham ko'rsatib beraman mayli. Hop, bu burchak alfa bo'lsa, bu burchak nima bo'ladi? Ya'ni mana burchagimiz yoyiq burchak bo'lishi kerak. Yoyiq burchak degani burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak degan. Hop, mana burchagimiz alfa, bu burchagimiz x deb olsam, x plus alfa nima bo'lishi kerak? 180 gradus. X topsak 180 minus alfa ekan. Demak, mana bu x ni o'rniga 180 minus alfa qo'ysak bo'ladi. Hop, ana endi mana bu va mana burchaklar yig'indisi 360 gradus bo'lishi kerak tepadagi nazariyaga ko'ra. Qo'shib chiqamiz. 110 plus 150 plus 180 minus alfa teng 360 gradus. Hop, alfa teng bo'ladi. Tak, bu yog'i 260 180 ni ayirsak 80 gradusga. Endi hisob kitobini o'zim birdan yozib ketdim. Hop, keyingisi mana bu 4 ta burchak yig'indisi 540 gradus bo'lishi kerak. Demak, bizga hozir mana burchak kerak. Bu burchak nima bo'ladi? Ya'ni mana burchagimiz 180 gradus bo'lishi kerak, yoyiq burchak. Bitta burchagi alfa bo'lsa, ikkinchi burchagimiz mana burchagimiz 180 minus alfa bo'ladi. Buni hozir pastda yozib berdim. Mana bu alfa bo'lsa, bu burchak alfa bo'lsa, ikkinchi burchagimiz 180 minus alfa bo'ladi deb. Shu narsani birdana yozib ketdim. Ya'ni mana yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Hop, ana endi mana bu uchala 4 tala burchak yig'indisi 540 gradus bo'lishi. Endi bu yo'qni yozib o'tiring. Shular qo'shib chiqamiz, alfani topamiz. 540 ga tenglashtirib alfani topib olamiz. Keyingi misol ham xuddi shunaqa. Bu 40 gradus, mana burchak 180 gradus bo'lishi uchun bu burchagimiz 140 gradus bo'lishi kerak. Bu 50 gradus. Mana burchak 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, mana burchagimiz 130 gradus bo'lishi kerak. Ana endi bu va bu burchaklar yig'indisi 540 gradusga teng. Bu nazariya. O'shani yozamiz. Alfalar kelib chiqadi. O'sha tenglamadan alfani topib olamiz. Bo'ldi. Endi bu yoqda yozib o'tirmayman. O'zlaringiz ishlaysizlar. Keyingi misolim osongina ekan. Shu 4 ta burchak yig'indisi bu burchak yig'indisi 540 gradus bo'lishi kerak. Birdana yozamiz. Alfa kelib chiqadi o'zi. O'shani yechsak. Assalomu alaykum ustoz. Alfa plus x 180 dedingiz-ku, o'sha qanaqasiga bo'ladi? O'shanga tushunmay qoldim. Qarang, boshqacha tushuntirib beraman. Bitta aylana 360 gradus bo'ladi, to'g'rimi? Bitta aylana. Ha. Ya'ni sirkular bir marta 360 gradus bo'ladi.
Mana shu Ha. o'rtasidan bitta to'rs o'tkazaman. Aylanadi. Teng ikkiga bo'ldikmi? Teng ikkiga bo'ldik. Teng ikkiga bo'lingandan keyin burchak ham teng ikkiga bo'linadi. Ya'ni mana burchak 180 gradus bo'lishi kerak, bu burchak ham 180 gradus bo'ladi. Demak, hozir bu yerda aytib o'tdim. Bitta to'g'ri chiziqdan bitta nuqta olamiz. Endi farqi yo'q. Mana shu yerdan bitta kesma, nur farqi o'tkazamiz. Mana bunda hosil bo'lgan burchaklar, ya'ni mana burchak alfa, bu burchak beta bo'lsa, bu burchaklar yig'indisi nima bo'lishi kerak? Mana bu yoqqa qarang. 180 gradus dedimmi? Demak, Ha. alfaga betani qo'shsak, 180 gradus bo'lishi kerak. Shundan yozdim hozir mana pastda. Qaniydi? Mana burchakni mana x deb oldim. Demak, hozir mana bu yerdagi yozganimga ko'ra, pastda alfaga x ni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. X ga alfani qo'shsak 180 gradus. X topsak 180 minus alfa bo'ldi. Keyin mana bu x ni o'rniga 180 minus alfaning birdan yozib qo'ydim. X ni qoldirmadim. Ya'ni qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Shuni endi kalib topadigan bo'laveringlar. Masalan, 110 ga qo'shni burchak necha gradus bo'ladi? 110 ga qo'shni 70. burchak necha gradus bo'ladi? Savol beraman. 70. Xuddi shunaqa. Ha, xo'p. Bu yerda ta'rif aytilmagan. Oddiygina to'g'ri chiziq. Unga parallel, uchalasini parallel. Xo'p, bu yerda nima qilgan? Shunaqa masalalari mikrofon shunaqa qolib ketadi. Bu yerda nazariya yo'q. Endi mana bu qora shaklga qarang. Mana shu shakldagi pastda borman. Mana shu shakldagi masala kelsa, qanday yechiladi? Shuni ko'rsatgan mana bu shtrixlangan nuqtalar shu, ya'ni shularni davom qildirasan, uchta parallel to'g'ri hosil qilasan, mana shu orqali yechasan degandek usul ko'rsatgan bo'lardi. Ya'ni hozir men yechib ko'rsataman. Mana buni davom qildiramiz. Bu yerda masala sharti aytilgan, D1 D2 ga parallel deb. Demak, mana burchak 120, bu burchak qo'shni burchak bo'ladi. Bu 180 gradus bo'lishi uchun 60 gradus bo'ladi. Tepadan ham mana bu eng uchidan ham bitta parallel to'g'risini o'tkazaman. Hop, qaranglar, endi mana 150 gradus. Mana burchak necha gradus bo'ladi? Ya'ni bu bilan buni yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Shuning uchun mana burchak 30 gradus bo'ladi. Tak, bu 60 ham kerak emas ekan o'zi. Mana burchak 120 gradus. Bu bilan mana buni yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak edi. Demak, mana tepadagi burchak 60 gradus bo'ladi. Ana endi mana burchagimiz yoyiq burchak, ya'ni 180 gradus. Demak, mana bu yerdagi 30 alfa 60 talni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Qo'shib chiqamiz. 30 plus alfa plus 60 180 gradus. Buni alfani topadigan bo'lsak 90 gradus chiqadi. Pastdagi misolda ham xuddi tepadagi o'xshab har bir mana shu singan nuqtalardan parallel to'g'risini o'tkazib olamiz. Keyin yechamiz. Mana. Bu yoqni ham parallel o'tkazamiz. Shuni davom qildiramiz tepadagini o'zini. Xo'p, qaranglar. Bu burchak bilan bu burchak teng edi. Bu yoqda yozib o'tgandim. Ichki almashinuvchi burchaklar deb bu yoqda aytib o'tdim. O'shanga ko'ra bu ham 100 gradus bo'ladi yoki bo'lmasa mana burchagimiz 80 gradus. Chunki yoyiq burchak 180 gradus bo'lishi kerak. O'shanda mana burchagimiz 80 gradus. Demak, bunga buni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, mana burchagimiz necha gradus bo'ladi? 100 gradus bo'ladi. Bunga buni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, 135 nechini qo'shsak 180 bo'ladi? 45 gradus.
Demak, ana endi bu alfa burchak necha gradus ekan? Alfa burchak mana burchak edi. Demak, alfa burchak 100 plus 45 ga teng, ya'ni 145 gradus ekan alfa burchak. Hop, bu narsa o'zi aytib o'tdim. Ya'ni bu ikkalasi teng bo'ladi. Agar mana bu ikkala to'g'ri chiziq parallel bo'lsa, ularni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesgan bo'lsa, bu burchak teng bo'ladi. Bu burchak ham alfa bo'ladi. Bu burchak ham alfa bo'ladi deb bu yoqda yozib o'tdim. Mana shu to'rttasi teng bo'ladi deb. Shu narsa aytilgan bunda. Xo'p, bu yerda yechib ko'rsataman ana endi. Tak, demak, bu bilan mana bu orasidagi burchaklar teng bo'lishi kerak, chunki bu ikkalasi parallel. Bu 40 gradus bo'lsa, mana burchak ham 40 gradus bo'lishi kerak. Ana endi tepadagi mana bu shaklimizga qaranglar. Ikkita parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak mana bu 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, alfa necha gradus bo'ladi? Bu 40 bo'lsa, alfa 140 gradus bo'ladi. Endi bundan buyog'i ko'p maydalab gapirmayman. Agar kimdir tushunmay qolsa, bemalol mikrofonni yoqib gapiringlar. Telegram guruhga qarab turishim qiyin, lekin keyingi misol. Qanday yechamiz? Mana bu davom qildiraman, mana pastini. Ya'ni mana pastni, mana bu uchidan tepadagi mana bu to'g'ri chiziqlarga parallel to'g'ri chiziq o'tkazdim. Mana burchak bilan bu burchak yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, bu burchak 30 gradus. Bu burchak bilan mana burchak teng edi. Xo'p, mana davom chizib qo'yaman agar tushunmay turgan bo'lsangizlar. Bu burchak bilan bu burchak teng edi yoki bo'lmasa buni yozishim shart emas ekan. Xo'p. Mana burchak bilan bu burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Shuni qo'llayman. 70 plus alfa plus 30 180 gradus. Alfani topadigan bo'lsak 80 gradus chiqadi. Uchinchisi. Mana buni davom qildiraman. Bu burchak bilan bu burchak teng bo'lishi kerak. Mana ikkita parallel to'g'ri chiziq. Bu burchak bilan bu burchak teng. Demak, bu burchagimiz 100 gradus bo'ladi. Bu burchak necha gradus bo'ladi? Yoyiq burchak, ya'ni 180 gradus bo'lishi uchun 80 gradus bo'ladi. Ana endi darab aytib o'tdim. Uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus deb o'shani qo'llaymiz. Endi hozir bu narsa o'zi keyingi mavzuda o'tiladi. Hozircha ishlatib turaveramiz. Alfani topadigan bo'lsak, 70 gradus chiqadi. Xo'p, mana formani isbotlab beraman. Keyin bu yoqda misollarda qo'llayveramiz. Endi hozir bu yoqda 3 ta burchakni yozibdi. Bu yoqda hali bu chegaralanganda, lekin bu shakl davom qildirib ketsa ham bo'ladi. Faqat shu mana bitta, ikkita, uchta chap tomon uchta turgan holat, bu yoq chap tomonda ikkita burchak turgan holat. Farqi yo'q. Bu chap tomonda 10 ta turgan bo'ladimi, 100 ta turgan bo'ladimi, n ta turgan bo'ladimi? Hammasi uchun umumiy holatda tushuntirib beraman hozir. Mana buni davom qildiraman. Tepadagi pastdagi to'g'risilarga parallel to'g'risi o'tkazdim. Tak, mana burchak alfa bo'lsa, A bo'lsa, mana burchak ham A bo'ladi. Mana burchak B bo'lsa, bu burchak ham B bo'lishi kerak. Parallel ekanligi uchun, mana o'rtadagi kesma ular bilan parallel ekanligi uchun. Xo'p, demak, alfa nima bo'ldi? Alfa bitta burchagi A va bitta burchagi B bo'lgan burchaklar yig'indisi bo'ldi. Alfa burchamiz. Demak, mana forma ham kelib chiqdi. Ya'ni xo'p, hozir bu yoqda ham yana shunaqa isbotlanadi. Mana bu ham xuddi shunday isbotlanadi, lekin isbotlab yozib o'tirmayman. Qaranglar, buni eslab qolish qanday tushuntiraman. Chap tomonda turgan o'tkir burchaklar bilan o'ng tomonda turgan o'tkir burchaklar yig'indisi teng bo'lishi kerak. O'tkir deb ham aytib bo'lmaydi. Ikkita to'g'ri chiziq, qanday tushuntirsam ekan? Ikkita to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak desam qanday bo'ladi? Ya'ni mana chap tomonga qarab turgan bu burchak katta burchak, ya'ni 180 gradusdan kattalashib ketdi. Uni olmaymiz. Keyingi burchak olamiz. Chap tomonga qarab turgan burchaklar A, B. O'ng tomonga qarab turgan burchakka teng bo'lishi kerak. Yig'indisi A ga B ni qo'shsak, o'ng tomonga qarab turgan burchak alfa ga teng bo'lishi kerak. Bu yoqda ham xuddi shu narsa. Bu yoqqa qaramay turgan bo'lsangizlar, mana chap tomonga qarab turgan burchaklar
yig'indisi gapiring. Raqamlar bilan ifodalasakchi, masalan, 1, 2, 3, 4 bilan toq sondagilar bilan juft sonlardagilar teng deb. Так, 28 so'm. Farqi yo'q. Endi shu mikrofon, iltimos mikrofonni o'chirib qo'yinglar. Ko'p holat bo'ldi. O'chiradiganim. Xo'p, qaranglar. Buni farqi yo'q. Nima qilsa ham chap tomonga qarab turgan burchaklar yig'indisidan o'ng tomonga qarab turgan burchaklar yig'indisi teng bo'lishi kerak. Mana chap tomonga qarab turgan strika bilan qo'yib qo'ygan o'zi A, B, C deb. Bular yig'indisi A, B, C. O'ng tomonga qarab turgan burchaklar mana X, Y. Mana bu yerdagi burchaklar olinmaydi. Mana pastdagi burchaklar o'tkirlar olinadi. O'tmaslar olinmaydi. Ya'ni mana bu o'tkir-ku, o'tkir burchaklari olinadi. X plus Y teng bo'ladi. Buni pastda qo'llash qiyin emas. 40 ga alfani qo'shsak 100 gradus bo'lishi kerak. Demak, alfa 60 gradus. Og'zaki aytaman. Hop, bunisi mana burchagimiz ham 70 gradus bo'ladi. Bu burchagimiz 80 gradus bo'ladi. Demak, 70 ga 80 ni qo'shganimiz alfaga teng, ya'ni 70 plus 80 150 gradus. Pastdagi sal hisob-kitob bo'ladi. Tak, qaranglar. Mana bundoq bildiraman. X belgilab olaman bular, chunki ikkalasi teng, belgisi qo'yilgan. Mana burchak, ya'ni mana o'ng tomonga qarab turgan, mana burchak ham o'ng tomonga qarab turgan. Mana bu o'rtadagi kesmaga qaramay turinglar, hozircha qaramay turinglar. Mana bu yoqda hosil bo'lgan burchak mana bu. O'ng tomonga qarab turgan burchak mana bu, ya'ni mana bu ikkalasi birgalikda pastiga qaramanglar dedim. Tak, bu yoqda o'ng tomonga qarab turgan burchak bu 20. Endi chap tomonga qarab turgan burchak mana bu 80. Tenglashtiramiz. 80 teng mana burchak 2x, bu burchak 20. 2x teng 60, x teng 30 gradus degan. Demak, 30 gradus bo'lsa, burchaklarni qo'yaman endi. Demak, 30 gradus. Ana endi qaranglar. Endi mana bu burchak va mana burchaklar yig'indisi bu burchakka teng. Mana o'ng tomonga qarab turgan burchak, o'ng tomonga qarab turgan burchak va chap tomonga qarab turgan burchak. Ya'ni mana bu chizmani ikkita holat uchun ishlating. Pastda hozir 2 marta ishlatdim o'sha chizmani. 2 marta foydalandim. Demak, 30 ga 20 ni qo'shganim alfaga teng. Alfa teng 50 gradus. Hop, bu yoqdagi misol chap tomonga qarab turgan burchak bu va bu. O'ng tomonga qarab turgan burchak mana bu, mana bu. Shular yig'indisi teng bo'lishi kerak. 40 plus 80 plus 50 teng alfa plus 100. Alfani topadigan bo'lsak 70 gradus chiqadi. Bu pastdagi ham xuddi o'sha ish qo'llaniladi. Faqat bitta sal misolni o'zgartirib bergan. Qaranglar. Chap tomonga qarab turgan burchak bu va mana bu. O'ng tomonga qarab turgan burchak bu va mana bu. Tak, bizga hozir mana burchak noma'lum turibdi. Bu yog'i 130 gradus bo'lsa, mana burchagimiz 50 gradus bo'lishi kerak. Ana endi chap tomonga qarab turgan burchaklar nima bo'ldi? 20, 60 va 50. O'ng tomonga qarab turgan burchak alfa plus 70. Hop, alfani topadigan bo'lsak 60 gradus chiqadi. Pastdagi misolni o'zida ishlaysizlar. Tak. Buni ham isbotlab beraman. Hop, qaranglar. Bu A bo'lsa, vertikal burchak ta'rifidan bu yoqda aytib o'tdim. Mana burchak ham A bo'ladi. Tak. Isbotlayman. Isbotlash yo'lini bilaman. Iloji boricha oson yo'lni qidiraman hozir. Mayli, shunday yozib ketaveraman. Mana bu yerdan mana bu to'g'ri parallel kesma o'tkazaman. O'shanga parallel. Xo'p, qaranglar, unda bu burchak ham kerak emas. Bu alfa bo'lsa, A bo'lsa, mana burchak ham A bo'ladi. Parallellikni bildirish uchun mana bunaqa ikkitalik stirka qo'yib qo'yilsa ham
bo'ladi. Mana shu ikkita reyestrga ko'rsangiz, shu ikkalasi parallel degani ham bo'ladi. Hozircha hamma masalada mana bu shart yoziladi. Bu yoqda yozilmagan. Mana bu to'g'risini D1 desam, buni D2 desam, D1 D2 ga parallel o'tkazib oldim. Ko'p misolda mana bu shart yoziladi, lekin bu shart yozilmagan bo'lsa ham, agarda mana bu ikkitalik belgini ko'rsangizlar ham, bu ikkalasi parallel ekanligini bildiradi. Hozircha yo'q bo'lsa kerak bunaqa misol. Hali keyingi mavzularda bor bunaqa. Xo'p, mana burchak A bo'lsa, burchak ham A bo'ladi. Mana bu burchak B. Mana burchaklari men belgilab olaman. Y deb. Bu burchak B bo'lsa, mana burchak ham B bo'lishi B emas. Bunday qilamiz, xullas. Mana burchagimiz nima bo'ladi? 180 minus B bo'ladi. Bu burchagimiz. Chunki ikkalasi yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. O'shandan yozdim birdaniga. Ya'ni buni 180 gradusdan ayirsak, ikkinchi burchak kelib chiqadi. O'shani yozdim. Xo'p, ana endi qaranglar. Mana bu burchakka mana burchakni qo'shsak, chizma ko'payib ketdi. Bo'lmasam birdaniga yozib ketsam-ekan. Chizma ko'payib ketdi. Qiylashib ketdi tushuntirishim. To'xtanglar, shu birdaniga yozib ketaveram. Hozir bu yerda cho'zilib ketdi. Endi har qaysi isbotlash mumkin. Hozir iloji bo'yicha osonni qidirdim. To'xtanglar. Mana burchak A bo'lsa, vertikal burchak xosasiga ko'ra mana burchak ham A bo'ladi. Bu burchak B bo'lsa, mana burchagimiz 180 minus B bo'ladi. Mana burchakni Y deb oldim. Mana bu uch burchak ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. O'shani yozaman. Demak, A plus 2Y plus 180 minus beta teng 180 gradus. Ya'ni mana bu uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 ga tenglashtirdim. Bu bilan qisqarib ketdi. Demak, A plus 2Y teng beta ekan. Ana endi qaranglar. Mana burchak nima? Tak. Yoki bo'lmasam u shart emas. Mana burchak x bo'lsa, burchak ham x bo'ladi. Demak, mana bu kichik uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi ham 180 gradus bo'lishi kerak. O'shani yozaman. Y plus x plus 180 minus B teng 180 gradus bo'lishi kerak. Bular qisqarib ketdi. Demak, Y plus x teng B bo'ldi. Mana. Endi bizlarga hozir Y ni o'zimizdan belgiladik. Ya'ni Y ni yo'qotib yuborishimiz kerak. Xo'p, shuning uchun mana bu yerdan Y topamiz. Y topsak B minus x. Olib kelib mana bu yerga qo'yamiz. A plus 2 ko'paytirilgan. Mana bu Y ni o'rniga B minus x ni yozaman. 2 ko'paytirilgan B minus x teng bu yo'q ham B. Bitta deb yozman, bu B bu. Bu B ku. Endi soddalashtiramiz. A plus 2B minus x teng B. Hop, 2x bu tarafga olib o'taman, B'ni bu tarafga olib o'taman. A plus B teng 2x bo'ladi. X topsak, A plus B taqsim x ekan. Mana formani isbotlab berdim. Hop. Endi pastdagi misol ham shunga qo'yib bemalol ishlab ketaveramiz. Bu ikkalasi yig'indisini yarim alfaga teng. 40 ga 100 ni qo'shsak, 140, 2 ga bo'lsak, 70. Demak, alfadan 70 gradus. Keyingisini ham o'sha formaga tushirish uchun bizga bu burchak va bu burchaklar kerak. Demak, mana burchak hozir noma'lum. Bu 180 gradus bo'lishi kerak. Mana 120 bo'lsa, demak, mana burchak 60 gradus. Endi qo'llaymiz. 60 ga 100 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni 160 gradus 2 ga bo'lsak 80 gradus chiqadi mana. Pastdagisini o'zi ishlaysizlar. Xo'p, bu yerda hali testda ishlab ko'rsataman misollarda. Xo'p. Endi bu yerda burchak bilan nomlab chiqqan. Mana bu A bo'lsa mana. Ya'ni mana bunday. Biz tepadagi formula Gapiring. Gapiravering.
tortinmasdan so'rayveringlar. Sizlar hech kim tanimaydi bu yerda. Taniganda ham farqi yo'q. Bemalol nima savol kelsa so'rayveringlar. Savollar xato bo'lsa ham so'ranglar. Hech kim kulmaydi sizlaringiz. Xo'p, qaranglar. Mana burchak. Endi hozir pastdagi moslosam B, bu A, bu ham A bo'lsa, mana shu shakl bo'lsa, bu yoqda aytilgan narsa mana bu burchak 90 gradus bo'ladi. Shu narsa aytilgan. Nazariyasi mana shu. Shuni isbotlab beraman, qaranglar. Mana burchak yoyiq burchak. Ya'ni burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Qo'shib chiqsak, ikkita A, ikkita B. Mana ikkita A ga ikkita B ni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Endi buni ikkiga bo'lib yozsak, A ga B ni qo'shganimiz 90 gradus bo'ladi. Demak, hozir mana bu yerda mana burchakka mana burchakni qo'shsak 90 gradus bo'lishi kerak. O'shani bildirish uchun endi bu yoqda mana belgi qo'yilgan. Mana. Buni nazariyasi mana shu bo'ldi, tamom. Xo'p, qarang, endi keyingi misol. Bu tepadagiga bu nazarga tushmaydi. Sal hisob-kitob qaranglar. Bu x, bu ham x bo'ladi. Bu y, bu ham y. Hammasini qo'shsak nima bo'ladi? 180 gradus bo'lishi kerak. Hammasini qo'shsak 2x plus 2y plus 20 teng 180 gradus. Demak 2x plus y teng nima bo'ldi? 160 gradus. 2 ga bo'lib yuborsak x plus y teng 80 gradus bo'ladi. Savolda qaysi burchak so'ragan? Qaranglar, hozir burchak nomlanishini aytmagandim. Xo'p, hali chiqmagandi ham. Burchak nomlanishi mana o'zi mana bitta nur, mana ikkinchi nur. Bu nuqtani A dedim. Bu nuqtadan nurdan olingan bitta nuqtani nomlash kerak. Katta harf bilan har doim B deyman. Bu nurdan ham ixtiyoriy joydan farqi yo'q. Xohlagan joyimizdan bitta nuqta olamiz. Nom berish kerak. C deb nom berdim. Mana burchakligini bildirish uchun qanday yozamiz? Teng o'rtada mana bu A dan teng o'rtasidan boshlanmaydi. Yoki pastdan yoki tepadan boshlanadi. Farqi yo'q. B, mana B, A, C deb qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni B, A, C. Faqat buni boshiga mana burchak belgisini qo'yish kerak. Yoki bo'lmasam pastdan qarab o'qisak C, A, B. Burchak C, A, B. Ya'ni mana shu burchak bildirish uchun mana shu xohlasak buni yozishimiz mumkin. Tepada aytgan A, O, B. Yana shu shaklni chizinglar. O'zi qaysi burchak ekanligi kelib chiqadi mana. A, mana bu nuqta. O ga olib kelamiz. Keyin O dan keyin B ga olib kelamiz. Mana A, O, B ni hosil qildik. Burchak mana bu. Shu orasidagi burchak mana ko'rinib qoldi o'zi. Mana shuni topish kerak ekan. Demak, bu burchak nima? X plus y plus 20. Shuni topish kerak. X plus y 80 o'rniga qo'ysak 100 gradus bo'ladi. Pastdagi misol ham xuddi shunaqa. Hop, bu yerda mana buni keyin perpendikular belgisini o'tmagandik. Perpendikular, ya'ni bitta to'g'ri chiziq ikkinchisiga perpendikular bo'lsa, mana D1, bu D2 to'g'ri chiziqlar. Agar ikkalasi perpendikular 90 gradusda kesishsa, buni bildirish uchun D1 va mana bu belgi qo'yiladi. Mana belgini ko'rsangizlar, D1 to'g'ri chiziq bilan D2 to'g'ri chiziqlar perpendikular degan. Hop, tepada hozir CO bilan OD perpendikular ekan. CO mana CO mana bu. Hozir yerda ko'rinmadi. CO mana bu va OD mana bu. Shu ikkalasi perpendikular ekan. Ya'ni mana bu 90 gradus ekan. 90 gradus bo'ladi. Xo'p, ana endi x desam, bu ham x bo'ladi. Buni y desam, bu ham y bo'ladi. Bularning yig'indisi jami 90 gradus. Shuni yozamiz. 90 teng 2x plus 2y plus 10. Demak, 2x plus y teng 80. X plus y teng 40 gradus bo'ladi. Xo'p, bizdan so'ralgan savolda A, O, B ni so'radi. Demak, mana A, O, B. Mana chizdim shaklini. Demak, mana burchak ekan. Shuni so'ragan. B pastda mana bu. Belgini qo'ygan mana bu nuqtamiz B. Tepadagi emas. Mana A, O, B. Mana burchak so'ragan. Bu burchak nima? X plus 10 plus y yozaman. X plus y plus 10 ni topishimiz kerak. Ya'ni mana bu burchak A, O, B degan. Turklar endi shu mana bu yerdagi burchak belgisini o'rniga mana bunaqa M qo'yadi. Ya'ni mana shunaqa shaklda qo'yadi. Bizlar o'zbeklar lekin mana bunaqa belgi qo'yadi.
belgi qo'yadi. Xo'p, x plus y 40, ustiga 10 ni qo'shsak bu 50 gradus bo'ladi. Pastdagi misollar o'zida ishlab ko'rasizlar. Xo'p, ana endi tugadi. Men bitta testini polni ishlab beraman. Farqi yo'q qaysi birligini. Xo'p, boshdagi 3tasini yoki 4tasini boshdagi 4ta testni vasvasatda beraman. Keyingisidan bu yoqda ko'p ekan bunda testda. Bittasini beraman. Xo'p, qaranglar. Vazifani bundan bu yoqdan beraman. Xullas, men test 3 ga keldim. Bu yoqda test 2, test 1. 32 tamiz. Bitta testni vasvasatda beraman. Mana test 3 ishlab beraman. E'tibor qilib qarab turinglar. 16 ta savol bor. Mana bu yerda mana bu aytilgan gaplari burchaklar tengligini aytgan. Ya'ni AOC burchak bilan COD burchaklar teng. AOC qaysi? Mana AOC. Mana burchak bilan COD. COD. Mana burchak tengligini aytgan. Ya'ni bular o'z mana burchaklar tengligini chizmada berib qo'ygan o'zi mana. Ya'ni bu bilan bu teng. Bu bilan bu teng deb berib qo'ygan. Просто shuni yozgan. Lekin chizmada bor o'zi aslida. Demak, shu chizmasiga qarab kechib ketaveramiz. Boshqa narsasi kerak emas. Hop, bizlar nima topishimiz kerak? COY ni. Bu mana bu joyda topishimiz kerak. Bu narsa nazariya sifatida bu yerda o'tildi. 90 gradus bo'ladi. Hop, keyingisi x, y, y. Yeah. Stay open. Hammasi kamera yo'q bo'ldi. Boburjon. Alohida yozaman shu narsani. Mikrofoningizga e'tiborli bo'linglar deb katta harf. Xo'p. Demak, mana burchak 180 gradus bo'lishi kerak. Qo'shib chiqamiz. 2x plus 2y plus 40 180 gradus. Demak, 2x plus 2y teng 140 gradus. X plus y, ya'ni 2 ga bo'lib borsak, x plus y teng bo'ladi 70 ga. Biz topishimiz kerak COF ni. Mana COF. Mana burchak ekan demak. Shuni topish kerak. X plus y plus 40 necha gradus bo'ladi? X plus y 70, ustiga 40 ni qo'shamiz. Demak, 110 gradus bo'ladi. Ya'ni burchak COF x plus y plus 40 degani. COF ni o'rniga 70 qo'ysak, 110 gradus bo'ladi. Xo'p, pastdagi ham xuddi shunday, tepadagidek. Tak. X, y. Demak, o'sha mana bu yoyiq burchak qo'shib chiqsak 180 gradus bo'lishi kerak. O'shani qo'llayman. X plus y plus 70 180 gradus. Demak, xullas birdan yozaman. X plus y teng bo'ladi. 112 ga bo'lamiz 55 gradusdan. Bizga topishimiz kerak yana COF ni. Mana burchak. Buni topish kerak. Xo'p, demak bu x plus y plus 70 ya'ni x plus y deganimiz 55 bo'ldi. Ustiga 70 ni qo'shamiz bo'ldi. 55 plus 70 ekan. Demak 125 gradus. Xo'p, keyingisi. Bu burchak bilan bu burchak teng bo'lishi kerak. Ikkalasi mana bu chiziqlar parallel ekanligi uchun ichki almashinuvchi burchaklar teng edi. Ya'ni mana bu burchak bilan bu burchaklar teng bo'lishi kerak. X plus 30 ni tenglashtiramiz 2x minus 15 ga. Tak, bundan x teng 45 ga kelib chiqadi. Xo'p, bu bilan bu parallel, bu bilan bu parallel aytilgan mana. Bu burchak 50 o'z navbatida berilgan. Biz alfani topishimiz kerak. Buni topishimiz kerak. Xo'p, demak, mana burchak bilan bu burchak teng bo'lishi kerak edi. Demak, bu ham 50 gradus. Ya'ni mana bu to'g'ri chiziqda ikkita hosil qilgan burchaklar bu bilan bu teng bo'lishi kerak. O'shani qo'lladim 50 gradus. Endi boshqa tarafdan qaranglar. Mana bu to'g'ri chiziq bilan bu to'g'ri chiziqqa qaranglar. Bunda ham mana bu burchak bilan bu burchak teng bo'lishi kerak. Demak, alfa ham 50 gradus bo'ladi. Bu yo'lda o'tirgan xosslarni ishlatib bilsangizda hammasini eshitsa bo'ladi. Xo'p. Mana davom qildiraman. Mana ikkita parallel to'g'ri chiziq.
Aytga mana EF bilan BC parallel. EF mana BC mana. Ikkalasi parallel deb aytgan. Demak, parallelligi aniq. Demak, parallel bo'lsa, mana burchak bilan bu burchak teng bo'lishi kerak. Demak, ana bu alfa burchagimiz 40 gradus ekan. Hop, xuddi shunday bu burchak bilan bu burchak ham teng bo'lishi kerak. Demak, bitta burchagimiz 70 gradus. Bitta minus alfa so'ragan, 70 minus 40 30 gradus bo'ladi. Agar kitob chiqartirib olgan bo'lsangizlar, shu narsalar qalam bilan yozib ketsangizlar, osongina tez yechasizlar. Hozir bu yerda bas man kamroq beraman. Agar tugatganlar dars oxirigacha ichib berasizlar. Savollaringizni so'rayversa darsda bemalol savollaringizni ichib beraman, lekin vasifani kamroq beraman. Kitobda misoli ko'pda. Vaqtlaringiz bo'lsa, bemalol oxirigacha ishlanglar, savollaringizni ko'rib beraman. Bo'lni hammasini, farqi yo'q. Xohlanglar shu kitobdan, xohlanglar agar kimlar tugatib bo'lib, endi men boshqa kitobdan ishlayman shu mavzuni desalar, bemalol yechaveringlar, savollaringizni ko'rib beraman. Tashlaysizlar rasmini, yechib beraman. Hali bu mavzu emas, keyingi mavzularda ham. Xo'p. Bu yerga qarab o'tirmanglar. Xullas hammasi mana shu yerda bor. Arqon topish kerak. Bu burchak bilan mana buni davom qildirsam, chizmasini ko'rish uchun davom Ustoz, qildirsam, mana qiyin degan bu misollardan burchak ko'raylik. bilan shuni to'liq ishlab beray. Xo'p, qaranglar. Mayli, to'liq ishlab bermayman. Orasidan qiyoqlarni ko'rsatib beraman. Masalan, qaysi birini ichib? Mana buni ichib beraman hozir. Xo'p, bu yoqdagi testlarni hammasidan orasidan ko'zimga qiyin ko'ringanini ichib beraman, bo'ldi. Xo'p, bizda alfani topish kerak. Mana buni davom qildiraman. Mana bu yerdan C nuqtadan bitta parallel to'g'risida o'tkazaman. Bu ham parallel. Mana burchak bilan bu burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, mana burchagimiz 35 gradus. Uni o'tmay. Bu 100 gradus. Mana burchak bilan bu burchak ichki almashinuvchi burchaklar edi. Ikkalasi teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu 100 bo'lsa, bu ham 100 bo'lishi kerak. Demak, alfa nima bo'ldi? Alfa 100 plus 35, ya'ni alfamiz 135 gradus bo'ldi. Hop, bitta narsani e'tibor olinglar, biz oramizda boshlang'ich sinf o'qituvchilari bor, shu uchun ko'p maydalab gapiraman dedi. Hali bir boshdagi tushunchalar o'rganib ketgandan keyin bu yoqqa keyin unchalik ko'p maydalab gapirmayman. Biz boshida shunday gapiraman. Hop, yana qaysi ishlab beray? Buni ishlayman. Hop. Mana bu yerdan parallel to'g'risida o'tkazaman. Mana bunga parallel to'g'risida o'tkazdim. Ana endi qaranglar. Mana burchak 90 gradusmi? Bu burchak ham 90 gradus bo'lishi kerak. Bu narsa bor edi, ya'ni yoki bo'lmasa mana buni davom qildirsak, mana burchak bilan bu burchak teng bo'lishi kerak edi. O'shani qo'lladim. Mana burchagimiz 90 gradus bo'lishi kerak. Bu burchak alfa bo'lsa, bu burchagimiz 90 minus alfa bo'ladi. Yoki bo'lmasa buni x deb olib topsangizlar, x plus alfa teng 90 gradus. X topsak 90 minus alfa bo'ladi. Mana shuni birdana yozdim, mana bu burchagini. Xo'p, ana endi o'ng tomonga qarab turgan burchaklar bilan chap tomonga qarab turgan burchaklar yig'indisi teng edi. O'ng tomonga qarab turganlari 30 plus 90 minus alfa. Chap tomonga qarab turgan burchak bittagina 80. Alfani topadigan bo'lsak 40 gradus chiqadi. Hop, bunisini ichib beraman. Mana bu yerdan bitta. Mana bu to'g'risiga parallel to'g'risida o'tkazaman. Xo'p. Demak, birdaniga yozsam. Mana buni alfa, buni beta deb olay. Hozir birdan yozib ketsam tushunish qiyinroq bo'lar ekan. Xo'p, qaranglar. Mana bu burchak bilan bu burchak yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak edi. X plus 35 plus beta 180 gradus.
Endi bu burchak bilan bu burchak yig'indisi ham 180 gradus bo'lishi kerak edi. X plus 75 plus alfa 180 gradus. Keyin mana burchak yoyiq burchak. Demak, bu burchak ham 180 gradus bo'lishi kerak. Alfa plus beta plus 2x 180 gradus. Bizada hozir alfa bilan beta kerak emas. Bizga x kerak. Shuning uchun alfa bilan betani yo'qotish kerak. Qaranglar. Mana bu ikkalasini qo'shsam, mana pastdan alfa plus beta nimaga teng? Buni topadigan bo'lsak, buni bu tarafga olib o'tamiz. 180 minus 2x bo'ladi. Alfa plus betani topdik. Endi mana bu tepada ikkalasini qo'shib yuborsam, nima bo'ladi? Qo'shib yuborib soddalashtirib birdan yozaman. 4x plus 35 ga 75 110 plus alfa plus beta teng 2 ta 180, ya'ni 360 gradus. Mana bu alfa plus betani o'rniga mana buni yozaman endi. 4x plus 110 plus 180 minus 2x teng 360. Demak, 2x teng 70 gradus. X teng 35 gradus degan bu yog'ini hisob kitob. Bo'ldi. Xo'p, yana bu kelib chiqadi xossadan. Mana buni yechib beraman. Xo'p, mana buni davom qildiraman. Buni ham davom qildiraman. Ko'rsam, u shart emas. Xo'p, mana burchak 60 gradus, bu burchamiz necha gradus bo'ladi? Yoyiq burchak 120 gradus bo'ladi. Mana bu uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Hozir qo'shib chiqsak 10, 120, qo'shsak 130 bo'ldi. 180 gradus bo'lishi uchun mana burchagimiz 50 gradus bo'lishi kerak. Bu 50 bo'lsa, vertikal burchak xossasiga ko'ra mana burchak ham 50 gradus bo'ladi. Ana endi pastdagi shaklga qaranglar. Chapga qarab turgan burchaklar o'ngga qarab turgan burchaklar yig'indisiga teng. Chapga qarab turganlari 50 va alfa. O'ngga qarab turgani 100. Alfani topsak 50 gradus bo'ladi. Xo'p, yana qaysi? Buni yechib beraman. Xo'p, demak, mana bu 90, bu 70. Demak, mana bu burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Shunda mana burchagimiz 20 qoladi. Mana bu 90, 90 ga 70 qo'shsak 160. 180 gradus bo'lish uchun bu yerga 20 gradus qoldi. Keyin mana burchak bilan bu burchak teng ekan, ya'ni belgisiga qaranglar, bir xil. Demak, mana burchak ham 20 gradus. Ana endi chapga qarab turgan burchak, o'ngga qarab turgan burchak. Chapga qarab turganlari 50 plus mana burchak 40. Ikkita 20, lekin 40 gradus. Plus 40 teng o'ngga qarab turgan alfani o'zi. Alfa, demak, alfa teng 90 gradus ekan. Xo'p, mana bu burchak bilan x desam, mana burchak bilan bu burchak teng bo'lishi kerak. Demak, mana burchak ham 2x bo'ladi. Bu yoq ham 2x, chunki ikkalasi teng. Mana qo'ydik. Ana endi chapga qarab turgan burchaklar va o'ngga qarab turgan burchaklar yig'indisini tenglashtiraman. Demak, chapga qarab turganlari a plus x, o'ngga qarab turgan 60 ni o'zi. Xo'p, undan keyin mana burchak bilan bu burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. O'shani qo'llayman. Demak, a plus 4x bo'ladi jami. 180 gradus. Xo'p, bizga a kerak, ya'ni bu alfa kerak. Xullas, uni topish uchun bizga x yo'qotishimiz kerak. Demak, tepani 4 ga ko'paytiraman. 4a plus 4x teng bo'ladi 240 ga. Pastdan tepani ayirib yuborsak 3a teng bo'ladi. 240 dan 180 ayirsak 60. Demak, a teng 20 gradus ekan. Bu yoqdagilar menimcha oson. Men ushlab beraman. Mana buni davom qildiraman.
Bu yoqda turgan nazariyalari endi misollar yashirib, o'zgartirib shunday beradi. Siz uni fikrlab topishingiz kerak. Bu yoqda o'tirgan nazariyalarga tushadigan qilib misol yechishingiz kerak. Bu misolni yashirib beradi. Hozir masalan, mana shu yerdan bitta to'g'risi o'tkazishim bilan masalaga qanday yechilishini man bildim. Buni fikrlab topishlaringiz kerak. Endi bu narsani misol ko'proq eshitsangiz, o'zi fikrlab miyalangizga keladi menimcha. Hammada ham shunday bo'ladi. Hop, shu yerdan bitta mana bunga parallel to'g'risini o'tkazdim. Mana bu 80 bo'lsa, bu ham 80 bo'lishi kerak. Mana burchak yoyiq burchak bo'lishi kerak edi. 80 plus 90 170 bo'ldi. Yoyiq burchak bo'lishi uchun mana bu yerga 10 gradus qoldi. Mana buni davom qildiraman. Bu yog'i 160 gradus. Demak, mana burchak 20 gradus bo'ladi. O'ngga qarab turgan burchaklar, chapga qarab turgan burchaklar yig'indisi teng. Shuni qo'llayman endi. Alfa plus 40 teng 10 plus 50 plus 20. Alfa teng 40 chiqadi. O'tildi nazariyasi. Biz hammasi ham o'tildi, faqat fikrlab yechsak bo'ldi. Xo'p, mana buni yechib beraman. Xo'p, mana bu burchak bilan bu burchak teng edi. Tenglashtiramiz. Bu burchak nima? 8n plus 3n. Bu burchak nima? Mana bu 90 plus n. Demak, 10 n teng 90, n teng 9 gradus bo'ladi. Savolda ham shu n ni so'ragan, 9 gradus. Mana buni yechib beraman. Xo'p, hozir menimcha yo'q, yechish kerak. Qaranglar. CB deb burchak qaysi? CB edi. C qani? Mana BD burchak. Mana burchak. Men x deb olsam, mana qaranglar, mana buni men x deb oldim. ABC burchak 2x degan, ya'ni ABC burchak qani? ABC burchak. Mana burchak 2x ekan. Mana bu yer x bo'lsa, bu yoq ham x bo'lishi kerak. Chunki 2x bo'lishi uchun yig'indisi bu yoq ham x bo'lishi kerak. Shunday xuddi pastdagi ham xuddi shunday bo'ladi. Mana bu yerni CEF burchak, mana burchak DEC burchak qani? Mana DEC. Mana buni y desam, mana buni y qo'ysak, mana 2y ku. Mana bu CEF burchak, mana burchak 2y ekan. 2y bo'lish uchun mana burchagimiz ham y'li kelib chiqadi. Mana shunda qo'shsak y bo'ladi. Xo'p. Mana bu ikkitasini chizmadi. Mana bu 40 ekan. Alfani topish kerak. Xo'p, ana yechamiz. O'ngga qarab turgan burchaklar. Mana bu. Endi hozir mana bu qismiga qaramay turgan holatda qarasak, o'ngga qarab turgan burchak x, y, chapga qarab turgan burchak 40 demak, x plus y teng 40. Endi mana bu o'rtadagi holatga qaramay turamiz. O'ngga qarab turgan va chapga qarab turgan burchak tenglashtiramiz. 2x plus 2y teng alfa bo'lishi kerak. Demak, alfa teng 2 ko'paytirilgan x plus y. Buni o'rniga tepada mana topgandek 40 ni qo'ysak 80 chiqadi. Pastdagilari kelib chiqadi. Mana qaysini ko'rsatay? Mana buni ko'rsatib beraman. Bu yoqda nazariya hammasi shu yerda bor. Mana bu yerda yozilgan hamma narsasi bor, chizmada. Alfani topish kerak. Hop. Buni x, buni x deyman. Buni y, buni ham y deyman. Demak, chapga qarab turgan burchaklar, o'ngga qarab turgan burchak. Demak, x ga y ni qo'shganim 70 ga teng.
Shuni yozdim. Hop, ana endi qarang, chizma sal o'xshamayroq turibdi. Mana burchagimiz umumiy hisobda 2x. Mana burchagimiz umumiy hisobda 2y. Mana chapga qarab turgan burchak bu va mana bu ham chapga qarab turgan. Mana 100 gradus. Chizmani sal o'xshamasligi uchun tikroq chizibdi. Ko'z anglamaslik uchun, lekin chapga qarab turgan burchak bu 100 gradus. Mana buni shundayroq chizib olay. Mana hozir chizma mana bunday, bunday, mana bunday bo'ldi. Mana chap tomonga qaytdi, o'ng tomonga qaytdi va yana chap tomonga qaytdi. Shuni desam bo'ladi shekilli. Bo'lmaydimi? Shu chizma bilan chizib olsam bo'lsa kerak. Tikroq chizibdi-da, chalg'itadi. Xo'p, shunday desak, mana burchagimiz 2x, bu burchagimiz alfa, bu burchagimiz 100, bu burchagimiz 2y. Xo'p. Bu burchagimiz nima bo'ladi? Bu yoq 2y bo'lsa, bu yoq burchak, bu burchagimiz 180 minus 2y bo'ladi. Chapga qarab turgan burchak bu, bu. O'ngga qarab turgan burchak bu va bu. Tenglashtiramiz. Demak, 2x plus 100 teng, sig'madi. Pastdan yozaman. 2x plus 100 teng, o'ngga qarab turganlar alfa plus 180 minus 2y. Tak, buni bu tarafga olib o'tsam, 2x plus 2y teng bo'ladi alfa plus 80 ga. 2x y nimaga teng? X plus y 70 bo'lsa, ikkilangani 140 bo'ladi. Demak, 140 teng alfa plus 80. Alfani topsak 60 gradus bo'ladi. Boshqasi uncha murakkab emas ekanmi deyman. Mana bunisi yechib beraman. Chizmadagi, mana bu yerdagi nazariya hammasi bu yoqda bor. Alfani topish kerak. Mana bu yerdan bitta parallel to'g'risini o'tkazaman. Mana bu 100 gradus bo'lsa, bu burchak 80 gradus bo'ladi. Ya'ni ikkalasi yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. O'shandan qo'ydim. Xo'p, ana endi o'ngga qarab turgan burchak, chapga qarab turgan burchak. Mana burchak nimani x desam, demak x plus 50 teng bo'lishi kerak 40 plus 70 ga x teng 60 gradus. Demak, mana burchak 60 gradus ekan. Qo'ydim. Mana burchak yoyiq burchak bo'lishi kerak. Demak, 60 ga 80 ni qo'shsak 140 bo'ldi. Qancha yetmay turibdi? 40 yetmay turibdi. Demak, mana burchak 40 gradus bo'lishi kerak umumiy hisobda. Keyin qaranglar, bu burchak ham teng 2 ga bo'lingan, ya'ni ikkalasi ham teng. Bu alfa, ya'ni tak, mana bu yerni men y desam, mana bu qismini y desam, bu yoq ham y. 2y 40 gradus. Demak, y teng 20 gradus, ya'ni mana burchaklar 20 gradusdan ekan. Mana qo'shinglar. 180 gradus bo'ladi. Hop, bizdan alfani so'ragan. Bo'ldi, bu yoqqa qarang, mana burchak 20 gradus. Mana bu burchak bilan boshqasini o'chirib turay. Chizma nima bo'lib ketdi? Mana bu burchak bilan mana burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak edi. Ya'ni mana bu hosil turibdi. Mana bu va mana burchakdek turibdi. Ikkalasi yig'indisi 180 gradus bo'lishi. O'shani qo'llayman endi. Bu burchak alfa. Burchak 20 plus 80, ya'ni 100 gradus. Teng 180. Alfani topsak 80 gradus chiqadi. Xo'p. X, Y, vertikal burchak. Ya'ni bu burchak bilan bu burchak teng degani, demak mana burchak ham alfa. Xo'p, chapga qarab turgan burchak mana bu x ni o'zi, o'ngga qarab turgan.
chapga qarab turgan, o'ngga qarab turgan, chapga qarab turgan. Chapga qarab turganlari x plus alfa plus y. O'ngga qarab turganlari 27 plus 36 bo'ldi. Mana bu chizmaga qaramay turasizlar. Shunday bo'ladi. 27 plus 36 bo'ldi. Xo'p, qo'shsak bo'lari, demak 63 gradus. Ana endi buni e'tibor qilmay turamiz. Endi bunaqasi. Endi mana kek chapga qarab turgan. Endi mana bu chizmaga qaramay turasizlar. Chapga qarab turgan burchak 2x, o'ngga qarab turgan alfa, yana chapga qarab turgan, bular y deb olgandim. 2y. Chapga qarab turgan burchak 2y. Demak, shu qo'llaymiz. Chapga qarab turganlari 2x plus 2y. O'ngga qarab turgan alfa. Demak, bundan x plus y topsak, alfa taqsim 2 bo'ladi. Tepaga mana bu x plus y ning o'rniga alfa taqsim 2 ni qo'ysak, 3 alfa taqsim 2 teng bo'ladi 63 ga. Alfani topsak 21 kara 4 42 gradus. 21 kara 2 42 gradus bo'ladi. Hamma misollar mana shunday kelib chiqarsa bo'ladi. Xo'p, mana misoli shu o'tilgan xossani 2 marta qo'llaymiz. Ya'ni bunga buni qo'shib 2 ga bo'lsak, bunga teng yozamiz. 28 plus 4y taqsim 2 4x ga teng. Endi pastda ham o'sha holat bor. Bunga buni qo'shib 2 ga bo'lganimiz bunga teng. 4x plus 6x plus 4 taqsim 2 teng 4y. Endi mana shuni soddalashtirib topib olamiz. Y so'ragan ekan, bo'ldi. Shu hisobdan kelib chiqadi. 16 kelib chiqadi. Xo'p. Buni qanday yechim? Mana bu yerdan bitta parallel kesma o'tkazdim. Bu yerdan bitta parallel kesma o'tkazdim. 110 bo'lsa, bu burchak 70 gradus. Tak. Yana nimadir bor. Mana bu 140 bo'lsa, mana burchak 40 gradus. Endi mana burchak kerak. Buni qanday topaman? Tak. Bu burchagini qanday topaman? Uni davom qildirsam, demak mana bu sharti bor ekan. Mana bu chiziq bilan bu chiziq parallel ekan. Shu sharti bo'lmasa hozir hech bo'lmas. Ikkalasi bir-biriga parallel ekan. Demak, mana buni davom qildirsam, mana bilan ikkalasi parallel ekanligi uchun bu 70 bo'lsa, bu burchak ham 70 gradus bo'lishi kerak. Mana shunday. Demak, keyin mana bu chiziq bilan bu chiziq parallel ekanligi uchun, pastdagi mana parallel ekanligi uchun mana bu 70 bo'lsa, bu yoq ham 70 gradus bo'lishi kerak. Demak, alfa plus 40 teng 70, alfa teng 30 gradus. Xo'p, yana qayerda? Mana buni yechamiz. Xo'p. Mana burchak nima bo'lsa, bu ham o'sha bo'lishi kerak. Demak, mana burchak ham alfa. Unda bu ham alfaga kelib chiqadi. Ikkalasi teng. Xo'p, keyin yana nima bor?
B, C, D burchak. Mana bu sharti bor. D, C, E burchak. Qani? D, C, D, C, E burchak. Mana burchak alfa bo'lsa, mana burchagimiz alfa bo'lsa, B, C, D burchak 2 alfa ekan. B, C, D burchak qaysi? B, C, D burchak. Mana bu 2 alfa ekan. Xo'p. Endi hozir mana bu alfa bilan aralashtirib, mana bu x deyman. Bu 2x bo'ladi. Yana bormi shart? CDK bilan CDK bilan KDE teng. Chizmada bor. Chizmada bor. Chizmada bor. Buni qo'ydik, chizdik. Bular endi hammasi bor. Alfani topish kerak. Bo'ldi. Xo'p. Mana bu yer 90 gradus bo'lsa, bu yer ham 90 gradus. Ya'ni vertikal burchaklar teng. Vertikal burchaklar teng edi. 90 gradus. Bu alfa. Mana bu uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Mana burchagini endi masalan y deb belgilab olib, ichki burchaklar yig'indisini 180 gradusga tenglashtirsak, y ga topsak, birdan yozib ketaman, topsak 90 minus alfa bo'ladi. Ya'ni mana burchagimiz 90 minus alfa. Xo'p, ana endi bu 70 gradus bo'lsa, mana burchak ham 70 gradus bo'lishi kerak. Tenglashtiramiz. Bu burchagimiz 3x plus 90 minus alfa teng 72 gradus. Demak, alfa minus 3x teng 18 gradus. Keyin Yuqoridan ketaylik ustoz. keyin mana burchakka bu burchakni qo'shsak ham 180 gradus bo'lishi kerak. O'shani qo'llayman. 2 alfa plus x plus 90 minus alfa 180 gradus. Bu burchakka buni qo'shganimiz. Tak, alfa plus x teng 90 ekan. Shunday. Bizga alfa kerak edi. Bundan x topsak 90 minus alfa bo'ladi. Olib kelib o'rniga qo'ysam, alfa minus demak 3 ko'paytirilgan 90 minus alfa teng 18 gradus. Soddalashtirsak 4 alfa teng 18 plus 170 286. Alfani topsak xato chiqdi. 288 alfani topsak 72 gradus bo'ladi. Yana mana buni yechib beraman. Bir yuz o'n 50. Uch burchak ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus. Demak, 160 bo'ldi. Mana burchak 20 gradus ekan. Yana nimadir bormi? KDE. KDF. F qani? Ha. Chizmada bor. BDBG. Chizmada bor. Bor. Hammasi chizmada bor ekan. C, B ga so'rabdi. C qani? C qani? Mana C, B, G ni so'ragan. Mana burchak so'ragan. Xo'p, men buni x, buni y, buni x desam, nima topish kerak? X plus y topishimiz kerak. Xo'p, ana endi mana burchak 50 gradus bo'lsa, burchak ham 50 gradus bo'lishi kerak yoki bo'lmasam, mana burchakka buni qo'shganimiz 180 gradus bo'lishi kerak. O'shani qo'llayman. 2x plus y plus 50 teng 180 gradus. Demak, 2x plus y teng 130 gradus. Xo'p, ana endi
Mana burchak bilan bu burchak teng edi. O'shani qo'llayman. 2x teng y plus x plus 20. Demak, x teng y plus 20 ekan. O'rniga qo'ysam, x ni o'rniga y plus 20 ni qo'ysam, y plus 40 plus y teng 130 bo'ladi. 3y teng 90, y teng 30 ekan. Demak, x topsak, mana bu yerga y o'rniga 30 qo'ysak, 50 bo'ladi. X plus y shunda 50 plus 30, ya'ni 80 gradus chiqadi. Pastdagi misolim shu nimadan kelib chiqadi? Chap yonga qarab turganlarni qo'shib chiqishdan, menimcha. Hop, tugabdi. Kimda savoli bor? Oxirgi bitta Dars qayta boshini ko'raylik. 16 mi, 15 mi? 15. X y dedim, bu ham y bo'ladi. Xo'p, savolda SBG so'ragan. Mana SBG. Mana burchak so'ragan. X plus y so'ragan. Xo'p, ana endi ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Tak, bu yerga nimaga men nechta bo'ldi? 70 ta bo'ldimi darib? Xullas hozir hisoblaymiz. 110, 50, 160 gradus bo'ldi. Demak, bu burchakka 20 gradus qoldi. Mana bu ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. O'shandan mana burchak 20 gradusligini topib oldim. Xo'p, keyin ana endi mana burchakka bu burchakni qo'shganimiz 180 gradus bo'lishi kerak. Mana bu xossa mana. Bunga buni qo'shganimiz 180 gradus bo'lishi, o'shani qo'lladim. Demak, tepadagi burchak 2x plus y plus pastdagi burchak 50 teng 180. Demak, 2x plus 50 teng 130. Hop, keyin bu burchak bilan bu burchak teng edi. Demak, mana burchak bilan bu burchak teng. Nima? 2x 30 ga teng edi. Demak, mana bu xossaga plus y. ko'ra bu bilan bu teng. Shuni tenglashtiraman. 2x teng y plus x plus 20. X topsak x y plus 20 bo'ladi. Mana bunda x demak mana bu yerni aytdingizmi? 2x plus y mana bu yer. Xo'p, keyin mana bundan x topib mana bu yerga qo'ysak, x ni o'rniga qo'yamiz. Ko'paytirilgan y plus 20 darrov shuni pramo yozib ketgandim. Teng 130. Y xolos soddalashtirsak 3y teng bo'ladi 90 ga. Y teng 30 chiqadi. Y teng 30 bo'lsa x teng 50 gradus. Savolda x plus y so'ralgan. Ikkalasini qo'shsak 30 plus 50 80 gradus chiqadi. Yana kimda savoli bor? Hop, boshida siz videoni zapsini bosmadim. Boshini videoga olib tashlayman alohida. Hop, vazifaga qaranglar, buni nimada ham yozib qo'yiladi. Videoni pastiga yozib qo'yiladi. Tak. Nazari pastdagi misollari mana bu yerda test 1, test 2 bo'ladi. Xohlaganlar endi menimcha vaqt biladi ko'pchilik hozir kanikulda. Bundan keyin oxirigacha to'liq ishlasangiz mayli, yoki ishlab bilaman, bo'lmaydi deb o'zingizga ishonsangizlar yechmanglar mayli. Lekin boshdagi test 2ni yechinglar. Hali bundan buyog'iga nasib bo'lsa uchburchaklar sal qiziq bo'ladi misollari. Bunda burchak hisob-kitobi o'zi bunda. Bundan buyog'iga nasib bo'lsa endi uchburchak ketaveradi buyog'iga. Xo'p, hech kim savol yo'q bo'lsa darsni yakunlayman. Sog' bo'linglar. Kimning savoli bo'lsa
Klichkami yozinglar. Bunyodbekka bu yoqda qabul profili yoki Jamshidga yozmanglar. Menga yozinglar. Chat guruhda mani ismimni qadab qo'yib, mani profilim linkini qo'yib yozinglar. Keyin javob qaytaraman. O'z shundan javob qaytaraman. Faqat ko'pchilik yozgan bo'lsa, keyin o'qib chiqmayman to'g'risi. Ustoz, ikkita kitob tashlangan-ku, shuni hozir birinchisidan o'tib, keyin ikkinchisidan boshlaymiz. Adashmasam hozir. Kelasi ham burchakdan boshlanadimi? Qaramadim, lekin faqat birinchisidan o'tdik hozir, shuni bilaman. Ustoz paralleligramdan boshlangan ikkinchi kitob. Davomi ekan uni. Ikkinchisi davomi ekan. O'tiladi ikkalasi ham. Yo, davom emasmi? Hozir birinchini bitta ochib ko'rib, parallelogram bormi birinchini o'qib. Yo'q. Ikkinchisi uni davomi. Uni davomi. Bu ham o'tiladi. Iloji boricha, lekin maslahatim ichidagi hamma misolni yechinglar. Bu turklarning masalalari o'zbeklarda bunaqa uchramaydi. Turklar masalalari shunaqa qanday desam ekan. Misol ko'rinishdan qiyin tuyuladi, lekin yechimi o'ta oson bo'ladi. Turklar mana shunaqa fikrlashi kuchli odam, fikrlashi ham oshiradi. O'zbeklarga ham bordi, lekin bunaqa emas. Turklar masalalari bitta chiziq chizish bilan yoki qanaqadir bir shakl almashtirish bilanmi kelib chiqadi. Turklar masalasi shunaqa. Bunaqa hisob kitob katta bo'lmaydi turklar kitoblarda hisob nimalar masalalar oddiygina chizma bilan chizmani o'zi bilan yechiladigan bo'ladi. Aksariyat shunday, lekin o'zbeklarnikini ko'rsangizlar hisob kitob bilan ketaveradi. Unaqa misollar ham yechiladi. Testlarda yoziladi. Bu yoqda men dars so'zdan ham yechib beraman. Hozir burchak mavzusida uncha narsa yo'q, unaqa aralashtirib qiyin narsa yo'q. Vaqt masalasida lekin maslahatim to'liq misollarni yechinglar. Buni bu yoqda misoli ko'p. Hali burchakda haymaydi. Burchaklarda hozircha osondir, lekin keyingi mavzularda chiqib qoladi bir antiqa qiyin misollari orasida. Endi vazifa sifatida hammasini berib bilmayman, chunki misol ko'payib ketadi. Lekin vaqt topib hammasini yechsangizlar, вообще zo'r bo'ladi. Xo'p, yana kimda savoli bor? Ustoz, Nima? 3 kun algebra, 3 kun geometriya qilsak bo'lmasmikan? 4 kun geometriya qilmasdan? Siz hozir geometriya kursini o'zida bo'lsangiz kerak, menimcha. U yoqda algebra dars ham bo'ladigan boshqa guruh bor. U yoqda 3 kun algebra, 3 kun geometriya bo'ladi. Bu yoqda geometriya guruhida 1 kun algebra qo'shib o'tiladigan bo'lsa kerak hozir. Rejasi qanday? 4 kun geometriya deb yozishibdi-da, ustoz. Hozir. PDF tashlanmadimi? Mana shu kun o'zgardi. Mana bu algebra test deb yozilgan-ku. Hozir seshanbadan boshladik biz. Shuni kuni o'zgardi faqatgina. Tamom. Hop, geometriya. Bu yerda 4 ta geometriya-ku. 2 ta algebra. Hop, qaranglar, hozir bu yerda 2 ta guruh bor. Bu mavzu guruhga yozilgan, ustoz, 4 kun geometriya deb. O'shani 3 kun qilsa edi, algebradan ham hali ancha mavzuyimiz bor-ku. Qani shu qayerda bor? Shuni topib olay. Men Jamshid nimadir o'zgartirgan bo'lishim mumkin. Hozir men Matematika noldan kanalni degan fayl guruh. Ha, Matematika yo'qdami? noldan deb yozilgan. Uch kun algebra, 3 kun geometriya bo'ladi. Bu narsa aniq. Siz uning ustidan xavotir olmang.
Endi bu yoqda geometriya guruhda, lekin boshqa narsalar ham qo'shiladi. Bu algebrani o'zi o'tiladigan guruhda ham testlar, boshqalari ham bo'ladi. Hop, kimda savoli bor? Assalomu alaykum. Mavzular hammaga bir xil o'tiladimi? Noldan o'rganayotganlarga ham bizaga hozir boshida faqat milliy sertifikatga tayyorlaymiz, faqat geometriya o'tib beriladi degandida. Bu yoqdagi testlar borku. Mavzuni bilsangiz, Xo'p, bu yoqda testlar ishlab ko'ring. Tushundim. Testlarni ishlayapmiz. Lekin mavzu ham kerak. Hozir mavzularni ham bir xil, darslar bir xil o'tiladimi? Ikkita guruh ajratilmaydimi? Bir xil Geometriya vaqtda u yoqdagi o'tyapsiz hozir, to'g'rimi? vaqtlar Bizani to'g'rilangan guruh nimasi bilan noldan o'rganayotganlarning hammasi bir xil o'tiladimi? Bitta dars o'tilyapti ikkalasiga. geometriya shunday bo'ladi. Geometriyamiz shunday Algebrachi. bo'ladi. Bo'ldi. Algebra ular alohida o'tiladi. Bizaga Faqat algebradan ham muammoli vaziyatlar o'rgatiladi degan joyi ham bor edi ular taqdimotida. o'tiladi. Ular o'tiladi. Ular yakshanba kuni o'tiladi, adashmasam. Ular o'tiladi. Rejada aytilganlar qilinadi. Sizlarni xavotir olmang. Faqat geometriya ikkita guruhga qo'shib o'tiladi. Algebra alohida o'tiladi. Bo'ldi. Testlar aytilgan, shu testlar bo'ladi. Faqat mana bu kun o'zgardi. Faqatgina kuni mana bu yakshanba kuni geometriya o'tmasdan shuni dushanba kuni ham qo'ydikda. Shunda faqat kun o'zgarib ketdi. Tamom bu. Boshqasi bo'lmadi. Geometriya seshanba kuni edi, shuni dushanba Geometriya kunidan shu boshlaydigan qildik. Jamshidda aytdan bo'lmasa, hozir boshqatdan tashlaydi nimasini. ulguriladimi? 3 oy. Xo'p, rahmat. Joyda rejadagisini bo'yicha o'tib tugatib bo'lishimiz kerak. Bu yoqda endi vaqt boshqacha ketkazib qo'yolmasak. Keyin bitta narsani aytaman. To'g'risi, kim nimadan ishlasa, farqi yo'q. Kimlar uchundir hozir turk kitobdagi oson bo'lishi mumkin, lekin boshi shunday. Xohlagan kitoblaringizdan ishlanglar, farqi yo'q. Olimpiadaning darajasidagi unaqa savollar bo'lmasin, iloji bo'lsa. Xohlagan kitoblaringizda ishlayveringlar, savollaringizni bemalol so'raysizlar, farqi yo'q. Ya'ni faqat shu kitobdan savol tushuntirib berasizmi demanglar, bemalol so'rayverasizlar. Masalan, hozir kimdir 1-11 dan geometriyani yechib ketaman desa ham farqi yo'q. O'sha kitobdanmi? Hozir Jamshidga aytaman bo'lmasa, nimani? Rejani boshqatdan tashlab beradilar, yozilgan bo'lsa o'shani tashlaydilar boshqatdan. Keyin shuni pastiga yozinglar, nima savollaringiz bo'lsa o'shanda aytiladi. Yana kimda savoli bor? So'z, menda bitta savol bor edi. Assalomu alaykum. So'z, shu milliy sertifikatga yana qo'shimcha qaysi kitoblar ishlashni tavsiya etasiz? Qanaqa kitob ishlash? 1-11 kitob, lekin to'g'risi shu kitobni hamma savolni bo'lib ishlab biladigan odami milliy sertifikat qo'rqmasdan gavdasini tik ko'tarib kirib borsa bo'ladi deb bilaman. Mana bu kitoblar ham hozir biz aytib turgan turk kitobni nimasi yo'qda, mana bu nazariya sifatida yozilgan savollari yo'q. Bu narsalar testlarda, dars o'zida ko'rib beraman deganman, lekin yechishda turk geometriyadan yechamiz. Testlarda yoziladi bunaqa narsalar. Nazariya sifatlar, endi bu nazariyasi yo'q degani, shu nazariyani o'qib chizmani chizsanglar, shu turk kitobdagi geometrik shakl bo'ladi. Muammo faqat chizmani chizib olish menimcha qiyin bo'lmaydi. Hammasi so'z bilan aytilgan. Shuni aytib chizib borsak, o'zi chizmasi kelib chiqadi. Turk geometriyada faqat shart yo'q. Chizmani tayyor chizib qo'ygan, qo'lga qalam olib yechsak bo'ldi. Rahmat ustoz. Ustoz, o'sha aytayotgan kitobingizni tashlab bera olasizmi? Tashlayman, lekin 303 megabayt tashlab qo'yaman. Keyin ustoz, bu turk geometriyasida o'sha planometriya, trigonometriya hammasi o'tiladimi? Ha, boramiz. Kitobda mana bu ikkinchi bo'limiga qarab ko'ring, hammasi bor. Ustoz, turk geometriyasini algebradan bo'ladimi? Bor, mana shu po'za kitob algebrasi ham bor.
O'shani ham tashlab beraverasizmi? Xo'p, tashlang. Keyin ustoz sentyabrdan ikkita guruhga bo'lib yuboramiz degan narsani o'qidimda, uni qanaqa bo'lasizlar? Keyin unaqa darslari qanaqa bo'ladi uni? Bo'lingan. Bo'lingan, Hozir bo'lingan. geometriya bilan algebra guruh ikkita. Hozir faqat shu darsda ikkala guruh qo'shib o'tiladi. Geometriyani o'zida. Geometriya guruhda turganlar ikkinchi guruh bilmaydi, lekin bu yoqda algebra o'zi o'tiladigan guruhdagilar biladi geometriya guruh bilan qo'shilganini. Kitoblarni tashlab qo'ydim. Yana kimda savoli bor? Bo'lmasa darsni yakunlayman. Sog' bo'linglar.